Faberlikda aloe nima narsalarimiz bor, ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu aloe ekstrakti qo'shilgan, demak oyoq krem. $100 ml kattagina hajmda bo'ladi. Ikkitasi birda oyoq kremi. Keyingisi, demak, aloe ekstrakti qo'shilgan, aloe sharbati qo'shilgan tiklantiruvchi shampunimiz. Kattagina hajmda, barakali hajmda, mana ko'rib turganingizdek, halol sertifikatiga ega hisoblanadi. Keyingisi, bu albatta yuzni, demak, super oziqlantiruvchi va tiklovchi kattagina hajmdagi 100 ml kremimiz. Ikkitasi bitta. Yuzni oqartiradi, tiklantiradi, ajinlarni tortishga yordam beradi va tabiiy aloe ekstraktidan bahramand bo'lishingiz imkoni mavjud. Demak, aloe kremimizni, yuz kremini ichki ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Demak, qopqog'i burab ochiladi va mana bu yerda yana himoya qismi bor. Uni ham olib tashlaymiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, umumiy holatda krem tabiiy aloening nafis och yashil rangini o'zida aks ettirgan. Hidida ham aloening nafis hidini his etib turishingiz mumkin bo'ladi. Barchaga mana shu kremni tavsiya etib qolamiz. Va bizning qo'llarimiz uchun aloe ekstrakti qo'shilgan namlantiruvchi kremlar. Chiroyli idishda ixchamgina buni bemalol o'zingiz bilan birgalikda kichik hajmli sumkalaringizda ham olib yurishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aloe bizni butun tanamizga shifobaxsh ta'sirini bera olar ekan. Qo'l krem, oyoq kremi. Demak, bizni sochlarimiz uchun shampun tabiiy va albatta yuz kremi. Mana shu naborni har biringizga tavsiya etib qolamiz.